Assalomu alaykum. Bizda ko'pchilik printerni so'rashyapti. Biz siz bilan 3 ta variant printer tayyorlashdik. Eng arzon, eng qimmatgacha. Birinchi printer bu 58 mm printer. Nomi X Printer 58. Bu 90 mm sekundga qog'ozgacha chiqarib beradi. İkinci printerimiz bu uje termo printer 80 T80Q model. Bu uje printerimiz sizga 230 mm sekunda qog'oz chiqarib beradi. Uchinchisi printerimiz bu uje Pixelbox Koreya hisoblanadi. Bu eng zo'ri narinki. Razницasi nima? X printer Xitoy zavodidan chiqadi, Pixelbox koreyskiy hisoblanadi. Termogolovkasiga bo'yicha garantiya har bitta printer o'ziniki termogolovkasiga garantiyasi bor. Shu termogolovkasi eng ko'pi 20 km qog'oz sizga chiqarib beradi, keyin termogolovkasini uje almashtirish kerak. Bu 80 mm qog'oz sizga eng ko'pi 40-45 km qog'oz chiqarib beradi, именно chekovый. Pixelbox yoki Sevu sizga bu eng живучий termogolovkasi chiqib bo'ladi. Sevu yoki Pixelbox sizga 80 yoki 90 km qog'oz chiqarib beradi, именно Sevu koreyskiy hisoblanadi. Kimga to'g'ri keladi shu printerlar? 58 mm yaxshiroq bu mini market, хозяйственный magazinlar yoki santexnikaga to'g'ri keladi. Keyin 80 mm printerlar bu katta do'konlarga, supermarket, gipermarket, restoranlarga to'g'ri keladi. Bizda do'konlar uchun post sistema оборудование hamma narsamiz bor. Chekovый printer, barkod, skaner, keyin qog'ozgacha bor. Hamma narsamiz bor. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi nomer aloqaga chiqasiz.